Shahzod, Yaxshimisan do'stim? bormisan? Yoningga bir iltimos bilan kelgandim. Xo'p, Yaxshi yomon kunlaringda yoningda bo'laman deganding, to'g'rimi? to'g'ri, tinchlikmi? Hozir menga pul kerak. Biznesim bankrot bo'lib qoldi. Iltimos, yoningda qancha bo'lsa ham berib tur, men senga 6 oyda qaytaraman. Pul? Iltimos. Xo'p, hozir. Dadasi, sizni esingiz joyidanmi? O'zi bankrot bo'lib yotibdi. Nima qilasiz pul berib? Ketkazavoring, ayting ketsin. Xo'p. Nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Sen ham uyingga borishi mumkin. Shuni ogohlantirmoqchi edim. Mana turibdi. Mendan pul so'radi. Bermadim. Ancha sinib qopti shekilli. Hozir pul bersak, ertaga qanaqa qilib to'laydi? Sal qoldi-ya. Men bunga pul bermayman. To'g'ri aytgan ekansiz, aka. Nima qilding? Do'stlaringning uyiga bordingmi? Taksi kerak emasmi? Qo'shni? Xullas, shunaqa gaplar, opa. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli unda. To'xtang. Mana bu 2 yil davomida yangi mashina uchun yig'gan pullarim. Faqat hali yarmi. Shuni oling. Yo'q, opa, ola olmayman. Oling, ishlaringiz qachon yurishib ketsa keyin qaytarasiz. Chunki mahallaga ham ancha yaxshiligingiz o'tgan. Rahmat, opa. Ertaga ofisga kelib bilasizmi? Nimaga? Mumkinmi? Keling, opa. Marhamat. Uka, bankrot bo'lganga o'xshamaysiz-ku? Sizni boshqa maqsadda chaqirgandik, opa. Tushunmadim. Biz har yili qurayotgan uylarimizdan bittasini ehson sifatida munosib insonga hadya qilamiz. Kecha o'sha munosib insonlarni qidirib yurgandim va nihoyat topdim. Mana bu kecha menga bergan pullaringiz. Bu esa Modern House qurilish kompaniyasining Namozgoh City loyihasidan 2 xonali uyning kaliti. Marhamat. Voy, bu mengami? Oling, opa. Siz bunga munosibsiz. O'zingiz ijarada yashar ekansiz, mashinangiz ham ijarada ekan. Lekin menga do'stlarim bermagan yordam berdingiz, opa. Buni ham meni nomimdan qabul qilasiz. Tayyor uylarimizning kadastr hujjatlari allaqachon chiqqan. Hozir chiqishingiz bilan qizlarimiz sizning nomingizga rasmiylashtirib berishadi. Rahmat sizga. Nima uchun do'stlaringni bir sinab ko'r deganingizni endi tushundim. Boshingga ish tushsa, eng avvalo yaqiningman deb yurgan insonlaringning eshigini taqillat. Ularning eshigi ochilmasligi mumkin, lekin sana ko'zing ochiladi. Shunaqami?